o'quvchilardan biri tomonidan yozilgan navbatdagi agree-disagree'ni tekshirib, qanaqa kamchilik va qanaqa yaxshi jihatlari borligini aytib o'tib ketaman. Some people believe that attending parenting courses every year is the best way to guarantee a happy life, family life for children. Demak, ba'zi odamlar ishonadiki, o'sha parenting qilish kurslariga qatnashish har yili bu shu baxtli oilani, bolalar uchun baxtli oilani yaratishni eng yaxshi yo'li deb hisoblaydi. Garchi also such courses can be helpful in some cases. I believe that a happy family mainly depends on love, understanding and communication between parents and children. Garchi bunaqa kurslar ba'zi holatlarda foydali bo'lsa ham, men ishonamanki, baxtli oila sevgiga, tushunishga va kommunikatsiyaga, o'zaro ota-ona va bolaning orasidagi suhbatga bog'liq asosan deyilgan. Introduction yaxshi yozilgan. Position clear, qaysi tomondaligimiz aniq va argumentlar berilgan. Shu yaxshi tomoni hisoblanadi. Mana minuslari, emasda plyuslarini aytib ketadigan bo'lsak, narigi tomonga qilgan, o'zi qo'shilmayotgan opposite side haqida ham gapirgan o'quvchi va asosan nima haqidaligi, asosan nima muhimligi happy life uchun o'shani ham aytib ketgan. Va bu yoqda o'zini pozitsiyasi ham bor. Introduction yaxshi. Birinchi badiiy paragrafda bunaqa kurslarning nima foydasi borligini yozishimiz kerak bo'ladi. Parenting courses can help mothers and fathers to learn how to raise their children more effectively. For example, these classes teach useful skills such as handling children's emotions, building confidence and managing discipline. Ota-onalik qilish kurslari onalarga va otalarga bolalarni qanaqa qilib o'stirishga yordam beradi, yaxshiroq, effektivroq o'stirishga yordam beradi. Masalan, bu darslar useful skilllarni o'rgatadi, such as handling children's emotions, building confidence and managing discipline. Xo'p, bu yerda mana these classes yaxshi narsa ishlatilgan. Reference bu parenting kursga o'rniga ishlatilyapti. Xo'p, lack of experience is another major problem where classes can help you gain valuable advice. Uncountable noun hisoblanadi, sanalmaydi, s qo'shimchasini qo'sha olmaymiz. Demak, tajribani kamligi bu yana asosiy muammo hisoblanadi. Where classes can help you gain valuable advice. Shu yerda sal grammatikasini tuzatib olish kerak ekan. Guidance from professionals can make them feel more prepared. Shu yerda them degan narsa ham aniq emas, mana xatolar boshlandi. Demak, professionallardan bo'lgan yo'l yo'riq, ya'ni maslahatlar ularni ko'proq tayyor qiladi va stressini kamaytiradi deyilgan. Shu yerda them degan so'z nimani o'rnida kelayotganligi aniq emas, professionals o'rnida kelib qolyapti. Bu yerda parents bo'lish kerak aslida. O'quvchi parentsni nazarda tutgan, lekin parentsga refer qilmayapti bu them degan so'zimiz. Va reduce stress degan narsaga biz how degan savolni bemalol qo'ysak bo'ladi. Shu yerda yaxshi ochib berilmagan, ya'ni qanaqa qilib stressni kamaytiradi va qaysi stress, shu yerda ham aniq ochiq joy qolib ketgan. As a result, they may create more positive and supportive environment at home. Bu yerda ham xuddi shunaqa they kimligi aniq emas. O'quvchi parentsni nazarda tutyapti 100%, lekin bitta o'sha parents degan narsa chiqib kelmayapti. Ikkinchi badiiy. However, I firmly believe that not all parents need such courses to have a happy family life. Hamma ota-onalar ham bunaqa baxtli yashash uchun bunaqa kurslarga zarur emas, muhtoj emas. Many people naturally understand their children's needs through daily interaction and cultural values. For example, in traditional families, older generations often share advice and help parents raise their children properly. Furthermore, forcing parents to attend courses every year could make them feel pressured rather than motivated. Shu yerda yaxshi narsa yozilgan, ikkinchi badiiy paragrafda, faqat mana shu gapni bu paragrafga qo'shmasdan alohida отдельный badiiy paragraf qilib yozishimiz kerak edi, chunki kam bo'lib qolgan essay.
nechta so'z bo'lgan ko'raylik. 214 ta so'z bo'libdi. Bu 214 ta bitta how degan so'zni o'zim qo'shib qo'ydim. 213 ta so'z bo'lgan. Bu kam hisoblanadi. 50 ta kam. Shuning uchun 3 ta badiiy yozishimiz kerak edi. In traditional families, older generations often share advice and help parents raise their children properly. Masalan, such bu yerga mana davom ettirishimiz kerak. Such strong bonds between among family members. Mana demak traditsion oilalarda yosh katta odamlar ota-onalar bilan bolalarni qanaqa yaxshi o'stirish haqida maslahatlar bilan bo'lishadi va bunaqa kuchli bond family memberlar orasidagi bunaqa kuchli bond masalan uni o'zi yetarli bo'lishi mumkin. Bolani raise qilishga deb yozib qo'ysak bo'ladi. Such strong bond among family members can be enough for a children's upbringing. Bolani o'sishi uchun katta bo'lishi uchun bu narsani o'ziga yetarli bo'lishi mumkin deb qo'ydim. Concluding sentence yozib qo'ydim. O'sha oddiy qilib shu badiyni tugatish uchun. Maqsadim furthermore, forcing parents to attend courses every year could make them feel pressured rather than motivated degan narsani alohida badiyga o'tib turib buni rivojlantirishdi. Endi agar student bu badiiy paragrafni alohida rivojlantiradigan bo'lsa, yana gaplar bilan buni support qilib ochib beradigan bo'lsa, birinchidan so'z ko'payadi, 250 tadan oshadi, ikkinchidan yana bitta argument bergan bo'ladi, o'zini pozitsiyasi tomonga, ya'ni o'zi qo'shilayotgan tomonga yana bitta argument bergan bo'ladi. Va yana conclusion, yana bitta narsa, bu furthermore bilan yozilgan narsa alohida yangi ideya edi. Biz bitta body'ning ichida bitta main argument yoza olamiz, bitta central idea yoza olamiz. Ikkinchi ideyani qo'shayotgan paytimizda bu ikkinchi o'z-o'zidan ikkinchi abzatsga, ya'ni alohida badiiy paragrafga o'tib ketish kerak bo'ladi. In conclusion, while parenting courses can provide useful knowledge for some people, I believe that strong family relationships and emotional connection are more important for providing children's happiness. For providing children's happiness, noto'g'ri. For providing children happiness desa bo'ladi yoki for guaranteeing happiness to children desa bo'ladi. Shu yerda grammatik xato ketibdi. Lekin bu essay badiiy paragraflarida yaxshi strukturalar ishlatilgan. Menimcha 6.5 olsa kerak. So'zi kam bo'lsa ham ancha 250 ta chiqmasa ham, lekin shunaqa grammatik xatolar ko'rinib turgan bo'lsa ham, taxminimcha ben 6 yoki 6.5 olsa kerak. Menimcha 6 olsa kerak. Agar 250 ta bo'lganda, xuddi shu kачество bilan, shunaqa xatolari bilan ham 6.5 bemalol olardi. Lekin buni so'zi kamligini hisobiga 6 olsa kerak.